40-50 ming so'm bo'ladi. 40-50 ming so'm bo'ladi. 500 ming so'm qatildi. 450 ming so'm Açtı. Turzat Şangjan'ın sebebinden. Açtı oldu. İndim sebeplik set çıkardım. Putlay çıkardım. To'g'raqda bir Şangjan bor. Bu Şangjanni mushu mahaldagilar ko'rsa 10 metr, 20 metr yerdan salom qilib keldi. Bu dehqonlarninki itiziriqdagi narsalarni setib berib, dehqonlarninki ishlarini yurkidan chiqarib qilganlik uchun yezdagi barliq dehqonlar intayin yaxshi ko'rdi. Men mushu G'uljiga yet munosabat bilan kelish sababi bilan men mushu Şangjan bilan bir ko'rishib, qilganlarni sizlar bilan bir tanishib chiqayli deb To'g'raqning atrofiga keldik. Tu Şangjan. Selamet tudunuz. Yaxshi, yaxshi. Qarshi olamiz. Suyunib ketdik. Rahmat. Do'yinlarni ko'rib, Rahmat. mishadagi dehqonlarninki ish o'rinlishi, egilik kishishi, setilmagan narsani setib chiqib nurg'un Şangjanlarimiz sizni o'rganyotdi. Shuning bilan bugun nakirmas To'g'raq yezdinki bir glas. Cho'l yezdaydigan bu glasning turi bek chiqqu. Mer birdan balkan qo'y. Mer qaranglar. Buni bahanimalar qo'y. Cho'l yezdaydiganmiz, ma glasninki yana bir atalg'usi ekan, sirtqa kechayotgan bakkan. Har kilogrammi 20 yuan. Ujmininki glasning har kilogrammi 80 yuan. Cho'l yezdingda. Siz aşı bir so'zlab berib, bir nashtal film bilan men Vanxon ketdi. Vanxon ketdi bu. Shuning bilan bu klassarlik pulib ketdi hozir. Pulib ketdi hozir buning ichi. Mushu o'zininki mushu yezning atrofidagi dehqonlarga Şangjanlik salohiyati bilan meni ilinglar, men yaxshi ishonchlik narsa deganlik sababidan butun shahardagi mana glasni ep mengibdi. Cho'l ep mengibdi. Ko'rdinglarmi? Shuning bilan bu dehqonninki shinoyat yaxshi bo'lib ketdilar. Dehqonning o'zidan bir so'rab baqilib qanday bo'ladida ishlar. Bu ishchimi bek chiroyli gap. Chiroyli, mush akamizniki ajri va qontlari va buningda. Mushadam shu. Mushadam shu. Siz bog'vankansiz, ha? Tashliqman. Biz yıl maşinin meşe kelip Şangjan elimiz şunda yaxşı bir teşviklarını qilib berdik. O'znikidek zadı 4-5 qitim keldim meşening maşı. Akamdan bir ishni o'sha edib. Biz shu Urumchida turib, biz qo'shib ketdik. Men ishlamaydim, yaxshi ishlar bo'layotgan. Yilda bir 40 ming so'm, 100 ming bo'ladi. Biz yil 500 ming so'mni ochdi biz yil qishim. Shunda xo'sh. Nech pul? 500 mingdan ochdi. Nech pulda? Yilda shu 30-40 ming so'm, 40 ming so'm bo'ladi. 40 ming so'm bo'ladi. 500 ming so'm qatildi. 450 ming so'm ochdi. Turzat Şangjanning sababidan. Ochdi bo'ldi. Yillarda mevasi daraxtmi kichikdi. Biz yil shunda bo'lgan, bizlik qilmay bo'lgan mevaning hammasini mana endi sabablik set chiqardim, putlay chiqardim. Atyatil bu qitga aka buga yana boraymi degan. Ya endi men og'dak bizim qanmidi asosan tugidi. Shu gaplarni deyishdi. Turzat Şangjanga nech pul berdingiz? Rahmat boshqa hech nima bermadim men. Olgan bo'lsam men berdim qancha bergan bo'lsam. Nima uchun olmaydi? Endi xalq uchun qilma. Boshqa vanxona kelgan bo'lsa, az pul bizim beribdi. Bu endi faqat undan ishni qilmadi. Haqiqatan verimen fu. Dehqonning boshqa vanxoningmi unim bo'ldi, lekin menda unim bo'lmaydi. Bundan olmaydi to'g'ri. Yaxshi. Men amaliy ishlajman do'stlar. Men odamga bir adam pul versin maqtaydigan chiroy emas. Rast. Ammo men haqiqatan ishidan, yurikidan chiqarayotgan ishga asosan tugabda. Mashaq ko'raman, mashaqni ko'raman. Shuma? Mana qaranglar. Va bu G'uljidagilar bu tugay deb qapti, azroq qapti-ku. Men bo'ldikajman men u. Yingtov demaymiz. Cho'l deymiz. Cho'l deymiz. Uyg'urcha glas deymiz. Uyg'urcha glas deymiz, o'rtaq glas deymiz. Bu urukdim uyg'ongan men u. Aytdim mana ishchi mashinada qap mashinada chiqdi mana. O'zim texnik, mana ulab chatashdan hammasi o'zim qilma. Daliyanga berib men 2 yil mashina texnik sortni pakarlashtirish jihatdan men o'rgandim. Daliyanga o'rganib. Hamma qiyinchiliklar hal bo'lgan. Yaxshi bo'lgan. Ammo men setib chiqarish qiyinchilik bo'ldi. Bu hal bo'ldi. Hal bo'ldi. Ujrat turibdi hozir haqlar hayot oladi. Oldi.